Yig'latiladigan ma'ruza. Sensiz faqirman, Robbim. Abdulloh domla. Bu ma'ruza qalbni larzaga soladi, ko'zlarga yosh keltiradi. Abdulloh domla ushbu nutqida insonning Allohga bo'lgan muhtojligi, qalb kambag'alligi va haqiqiy boylik faqat Robbimiz bilan ekanini juda ta'sirli so'zlar bilan bayon qiladi. Sensiz men hech kimman, Robbim. Bu so'zlar har bir mo'minning qalbidan joy oladi. Bu videoda Allohga muhtojlikning haqiqiy ma'nosi, duo va tavakkulning qudrati, qalbni uyg'otuvchi ibratli misollar, iymonni mustahkamlovchi so'zlar. Videoni oxirigacha tinglang va qalbingizdagi o'zgarishni his eting. Mana endi faqirlik desak, darrov kambag'allikni tushunamizda. Hamma muammolarimizning ildizi mana bu ikkita narsada. O'lchov va tushunchada. Tushuncha va o'lchovda. Hayot haqidagi tasavvurlarimiz noto'g'riligida. Ana shu tasavvurlar tuzalmas ekan, ana shu tushunchalar Alloh va Rasuli aytgan andozaga tushmas ekan, bizning muammolarimiz tugamaydi, birodarlar. Kambag'al odam meni eng muhim muammoyim bu kambag'allik deydi. Kambag'allikni yo'q qilsam, boy bo'lsam, hamma muammolarim yo'q bo'ladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Dalil xuddi sen aytayotgandek katta puli bor odamni qaraganda, uni muammosi senikidan ham katta. Seni muammoing kambag'allik emas. Boyning muammosi pulini ko'pligi emas. Ikkalasining ham muammosi o'lchov tushunchalari shariatga teskari. Agar o'lchov tushuncha Alloh va Rasuli aytgan andozaga kelsa, kitobi sunnat bilan o'lchov tushunchalarimizni tuzaturadigan bo'lsak, puli borni ham, puli yo'qni ham muammosi tugaydi. Faqirlik manzilati. Eshitib turaylikchi nima ekan faqirlik, ha? Faqirlik nima desa, hozir aytayotganimizdek, puli yo'qlik deb tushunamiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sengagina suyanamiz. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Inson Robbisiga muhtoj qilib yaratilgan. Inson Robbisiga muhtoj. Inson Allohga muhtoj. Agar u Allohdan o'zini behojat bo'ladigan bo'lsa, o'zini qiladigan fe'l-atvorining yomonligiga tushib qoladi. Alloh subhanahu va taolo butun borliqni inson zotiga bo'ysundirib berdi. Inson Allohga muhtoj. Har bitta narsada muhtoj. Agar shuni unutib qo'ysa, shu haqiqatni unutib qo'yadigan bo'lsa, g'ofil qolsa, aniq johillikka kirib qoladi. Johillik va ilm. Johil odam desa nima tushunamiz biz? Savodsiz odamni tushunamizda. Ilmli odam desa, obrazovniy diplomi bor odamni tushunamiz. Qarang, yana kaltada tasavvurimiz. Bir inson 10 ta diplomi bo'lib johil bo'lishi mumkin. Bir odam o'qishni, yozishni bilmasdan turib ilmli bo'lishi mumkin. Qanday qilib? Agar sizning qo'lingizdagi 5 ta diplomingiz, 6 ta uchovni stepeningiz, ilmiy darajangiz sizni Allohni tanishlikka yetaklab olib bormagan bo'lsa, siz shariat nazarida johilsiz. Allohni tanimagan odam olim bo'la olmaydi. Endi maktabni o'qimagan, o'qish yozishni ham bilmas, lekin Allohni tanidi. Ma'ruza eshitdi, oyat alomatlarini kuzatdi, Allohni tanidi. Mana shu odam olim bo'ladi. Johillik. Johillikning eng yengil ta'rifi voqelikka xilof bo'lgan tasavvur, tushuncha, fahm. Voqelikka to'g'ri kelmaydigan narsa. Ya'ni aytilayotgan so'z, fikr, xulosa agar voqelikka to'g'ri kelmasa, voqelikdan boshqacha bo'ladigan bo'lsa, bu johillik bo'ladi. Buni misol bilan tushuntiramiz. Mana bu soat kumushdan yasalgan dedim men. Qarasangiz, yiltillab turibdi, haqiqatan kumushga o'xshaydi. Bu agar kumushdan yasalgan bo'lsa, bu ilm bo'ladi. Agar kumushdan yasalmagan bo'lsa, johillik bo'ladi. Yana aytyapsiz, bir cheni sutni
Yozni kunida optoga qo'yib qo'ysangiz, 2 kun tursa, hech narsa bo'lmaydi, achimaydi deyildi. Bu gap voqelikka to'g'ri keladimi? Yo'q, demak johillik shu. Moturudiylar ahli sunna emas degan gap ham xuddi shunaqa gap. Mazhab kerak emas, hadisda o'zi bilan ketaveramiz biz deyishlik ham xuddi shunaqa gap. Mazhab kimga kerak emas? Kim hadis bilan yo'l tutib ketaveradi? Ha, shunaqa odamlar bor, mushtahidlar. Siz bilan bizga o'xshagan avom xalq mazhabni ushlaydi, mazhabni fatvosi bilan ketadi, shunda adashmaydi. Tushundinglarmi? Voqelik haqida kelgan noto'g'ri xabar bu johillik bo'ladi. Misol bilan tushundinglar-a? Mana bu soat kumushdan yasalgan deyildi. Haqiqatan kumushdan yasalganmi? Yo'q, temirdan yasalgan. Demak, bu gap johillik bo'ladi. Bir chini sut 2 kun oftobda qolib ketsa, issiq kunda hech narsa bo'lmaydi degan gap ham g'ir johillik bo'ladi. Demak, voqelikka to'g'ri kelmagan so'z, voqelikka to'g'ri kelmagan fikr, xulosa, xabar bu johillik deyiladi. Seni birodar oldingda voqelik bor. Sen uni tan olasanmi, yo'qmi, yoqadimi, yoqmaydimi, achchiqmi, shirinmi, bu voqelik borligicha turibdi. Masalan, senga sovuq yoqmaydi. Havoni sovuq bo'lishi. Qish faslida turibsanmi? Turibsan. Voqelik sovuq. Sen yoz desang ham, kuz desang ham, bahor desang ham baribir sovuq. Ilmning ta'rifi. Ilm nima? Ilm bir narsani dalil orqali boricha idrok qilish. Bir narsani dalil orqali borligicha idrok qilish. Ya'ni bir chini sut optoga qo'yib qo'yilsa issiq kunda, 2 kunda achib qoladi. Bu narsani voqelik dalil bilan isbotlab qo'ydi. 2 kun turdi, dalil bo'ldi, achiganligi. Achidimi? Demak, mana shu dalil bo'ladi. Voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar ilm deyiladi. Qaytaraman. Voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar ilm deyiladi. Masalan, dollar degan valyuta bor. Hamma dollarda narxi bir xilmi qadri? Dollar 89 so'm 70 tiyin. Hamma dollarning qiymati bir xil deganimi bu? Yo'q, birodarlar, dunyoda 30 dan ortiq mamlakatda ishlatadigan puli dollar deyiladi. Avstraliya dollari bor, Yangi Zelandiya dollari bor, Panama, Bagama, Brunei, Palau, mana shu mamlakatlarda hammasini puli dollar deyiladi. Mana endi hamma dollarning qiymati bir xil deysa, shu gap to'g'rimi? Mo'xara dollar deb yozib qo'yibdi. Ma 100 dollari 8970 so'm bo'ladi deb turib, sizga nima deyapti? Palauni yoki bo'lmasam Yangi Zelandiyani dollarini beryapti. Olaverasizmi? Ha, dollar ekanda nima? Keyin olib kelsangiz, u o'sha pista pul ekan u. Birodarlar, ilm bir narsani dalil orqali borligicha bilish. Ilmni ta'rifi ko'p. Ba'zilarini aytyapmiz. Soddarog'ini. Hozir qor yog'yapti deb keldi bitta, ana dejurlarimizdan. Orqasidan bittasi kirdi, yog'mayapti deb. Ikkalasini ham olib kelgan so'zini xabar deb qarab turamiz. Voqelikka qaysinisini gapi to'g'ri keladi shu yerda? Chiqsak, yog'mayapti. Demak, birinchisiniki xabarligicha qoldi, voqelik isbotlamadi. Ikkinchisining olib kelgan xabarini voqelik isbotladi. Demak, ikkinchisini gapi nima bo'ldi? Ilm bo'ldi. Endi tushundinglarmi? Toyota germanskiy mashinada turib Ahmad aytayapti. Mahmud aytayapti yaponskiy deb. Ikkalasining ham gapi hali xabar. Isbotini bilmagunizcha, dalilini ko'rmagunizcha ikkalasini xabar deb turasiz. Keyin surishtirsangiz, o'qisangiz, so'rasangiz, Toyota xatki ekan, koreyskiy ekan. Yaponskiy ekan. Demak, bittasini gapi xabarligicha qoldi, bittasiniki ilm bo'ldi. Tushundinglarmi, birodarlar? Mazhab kerak emas degan gap quruq xabar edi u. Siz bilan bizga mazhab vojib. Moturidi Ash'ari aqidasi ahli sunnaning aqida maktablari. Bular ahli sunna emas degan gap xabar. Xabar voqeligini isbotlamaydi. Ahli sunna ekanligini isbotlaydi.
Ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Ilm dalilga asoslangan, to'g'riligi aniq bo'lgan, voqelik uni tasdiqlagan ikki narsa o'rtasidagi sobit aloqa. Bu murakkabrog'i. Ilm ikki narsa o'rtasidagi dalilga asoslangan, to'g'riligi aniq bo'lgan, voqelik uni tasdiqlagan sobit aloqa. Demak, ikki narsa o'rtasidagi aloqa qonun. Taqlid nima? Taqlid dalilga muhtoj bo'ladigan haqiqat. Johillik nima? Voqelikka zid bo'lgan narsa. Ilm nima? Shak shubha, gumon va vahmdan uzoq bo'lgan narsa. Mana shu ilm bo'ladi. Ilm bu bir narsani borligicha, haqiqaticha bilishlik. Biz aniq bilmagan narsalar bor. Masalan, avvalgi zamonlarda quyosh issiqlik taratadi. Inson havoga ko'tarilib, quyoshga qancha yaqin bo'lsa, shuncha issiq bo'ladi degan tasavvur bor edi. Bu xabar edi. Bu tasavvur edi. Bu gumon edi. Lekin ilm emas edi hali. Keyingi davrlarda insoniyat uchadigan apparatlarni o'ylab topdi, osmonga ko'tarildi, kosmosga chiqdi. Bilsa, yuqoriga ko'tarilgan sari issiq bo'lish o'rniga nima bo'lar ekan? Sovuq ekan. Ha, ular issiq bo'ladi degan narsani ilm deb, haqiqat deb bilishgan. Aslida bunaqa bo'lmadi. Ularning tasavvuri noto'g'ri bo'ldi. Bu narsa gumon edi, taxmin edi, faraz edi. Haqiqat buni ziddi bo'lib chiqdi. Mana endi yuqoriga ko'tarilgan sari havo soviydi harorati degan so'z endi ilm bo'ldi. Chunki voqelik isbotladi, voqelikka to'g'ri keldi. Demak, voqelikka to'g'ri kelgan va dalil uni isbotlagan narsa ilm bo'ladi. Ilm bir narsani uning borligicha bilishlik. Qur'on oyatlarini biz Alloh xohlagandek tushunishimiz kerak. Payg'ambarimizning hadislarini Rasululloh xohlagandek tushunishimiz kerak. O'limdan keyin nima bor? Qo'limizdagi boyligimiz, davlatimizning haqiqati nima? Agar atrofimizdagi narsalarning haqiqatini bilsak, ularda asli nima ekanligini tushunsak va bularni dalili qo'limizda bo'lsa, demak biz olim bo'lamiz. Masalan, ota-onangni norozi qilma, nazardan qolma, duo ol, qarg'ish olma deyildi. Siz buni eshitdingiz, surishtirdingiz, hayotda shu aytilgan narsalar dalilini ko'rdingiz. Ota-onasiga oq bo'lsa xor bo'lar ekan, duosini olsa baraka topar ekan. Nazardan qolmasa, el yurti nazariga tushib duosini olsa, xayriyatga erishar ekan, el yurti nazaridan qolsa juvonmay bo'lar ekan. Mana siz olim bo'ldingiz. Aytaveradi bu cholaring. Bular 70 ga kirganda namoz o'qigan. Bular taqvosi yo'q. Bular alhamdulillah to'g'ri o'qishni bilmaydi. Bular gapga quloq solma. Gapiraveradi bular. Bu noto'g'ri. Shunaqa qilganlarda nima bo'lganligini biz ko'rdik. Ustozlarni nazar pisand qilmagan, ustozlarni go'shini yegan, ustozlarning nazaridan qolib qarg'ish demaylik, nazaridan qolganlarda nima bo'lganligini biz ko'rdik, mana ko'zlarimiz bilan. Juvonimay bo'lib ketganini ko'rdik. Hamma yo'g'i bor edi. Bitta o'g'il bola havas qiladigan hamma yo'g'i bor edi. Puli ham, ilmi ham, obro'yi ham, quvvati ham hamma yo'g'i bor edi. Akalar biz ko'rdik buni. Johil inson ikki xil bo'ladi. Biri shunaqa odamki, hech narsani bilmaydi. Ilm ma'rifatdan uzoq. Ilm ma'rifat yetishmaydi va o'zini johilligini tan oladi. Ikkinchi johil qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi bu odam kallasi botil bilan, xurofat bilan, vahm bilan, noto'g'ri tasavvurlar bilan to'lgan bo'ladi. Bilaman degan narsasi, haqiqat degan narsasi xato. Ilm deb bilgan narsasi voqelikka to'g'ri kelmaydi. Isboti, dalili yo'q xabarlar, ammo o'zini olim deb biladi. Yana bu fikrlarni boshqalarga ham ilm deb o'rgatadi. Yana bitta misol. Mashinangizni minib ketyapsiz, birdan yog'ni almashtirish kerakligini ko'rsatadigan chiroq yonib qoldi.
chaynakka o'xshagan narsa tomchitib qo'yadi. Demak, tabloda o'sha yog'ni almashtirishlik kerakligini bildiradigan chiroq yonib qoldi. Buni nimaligini bilmaysiz, ilmingiz yo'q. Oldingizda turgan odamdan so'radingiz, "Bu nimaga yondi?" desa, "Bilmadim, chiroyli turish uchun bo'lsa kerak-da" deb qo'ydi. Qabul qildingiz, ketaverdingiz. Ziynat uchun bo'lsa kerak degan fikr, bu ham bitta fikr edi, ammo voqelikka to'g'ri kelmaydigan fikr edi. Bu g'irt johillik edi. Endi nima bo'ladi bu mashina? Yog'i tugaydi, yuraveradi, stuk beradi, katta chiqimga tushadi. Demak, siz bilan bizda ham birodarlar, voqelikka to'g'ri kelmaydigan xato o'ylar, fikrlar bor bo'lishi mumkin. Bizda ham bir johillikdan bir nasiba bo'lishi mumkin. Agar mana shu xato fikr, tushunchalarni kallamizdan chiqarib yuborsak, demak biz olim bo'lamiz. Shuning uchun birodarlar, agar dunyoni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar ikkalasini, ham dunyoni, ham oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik. Nima demoqchimiz bu gapimiz bilan? Ro'paramizda haqiqatlar turibdi. Bizga yoqadimi, yo'qmi? Bor. Ana shu haqiqatlarning eng kattasi va eng muhimi, sen Allohga muhtojsan. Sen Allohga faqirsan. Biz aytayotgan faqirlik mana shu. Alloh Qur'onda siz bilan bizga shunday deb xabar bergan. Ey odamlar, sizlar Allohga faqirsizlar, ya'ni Allohga muhtojsizlar. Ana shu Allohni tanimagan, o'zini tanimagan johil inson hayotda bir narsaga erishgan bo'lsa aytadiki, men buni dedi o'zimni qo'llarim bilan dedi, o'zimni mehnatim bilan qo'lga kiritdim. Menga hech kim yordam bermagan deydi. Sen Allohning bandasisan. Har bitta narsada, har bitta holatda Allohga muhtojsan. Alloh taolo aytadi, astag'firu billah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha' va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha' biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting, ey mulk davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilasan. Istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan, istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingda. Albatta sen barcha narsaga qodirsan. Diqqat qilinglar. Hamma narsa Allohning qo'lida. Miyangiz bor. Siz fizika, ximiya, astronomiya fanlari doktori bo'lishingiz mumkin. Dunyoni mana degan universitetlarida ta'lim olgan bo'lishingiz mumkin. Yillar davomida ilmiy izlanishlar qilib shu unvonga erishgan bo'lishingiz mumkin. Mana shunday turgan paytingizda Alloh taolo miyangizdagi bitta tomirni uzib qo'yadi. Bo'ldi. Endi hech kim emassiz. Alloh taolo aqlingizni shunday o'chirib qo'yadi, majnunsiz, jinnisiz, hech kimga kerak emassiz. Kimning qo'lida miyangiz? Allohning qo'lida. Yuragingiz. Uni ishi qo'lingizdami o'zingizni? Oyoq qo'lingiz, boshqa a'zolaringiz siz ixtiyoringizdami? Qulillahumma malikal mulk. Ey mulku davlat egasi bo'lgan Allohim. Atrofimizda nimaiki bor bo'lsa, tirikmi, o'likmi, qo'yiqmi, suyuqmi, hammasi Allohning mulki. Agar shu haqiqatni anglab yetsang, Allohga intilayotganingni ko'rasan. Allohga intiladigan bo'lib qolasan. Allohni o'zigagina suyanadigan bo'lib qolasan. Shunda joning orom oladi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Qon tomirlarimiz, nervlarimiz o'zimizning qo'limizdami? Miyamizga bitta tomir bo'g'ilsin, bitta tomir yorilib ketsin, ana bo'ldi, mushkula tayyor. Shol bo'lib qoladi, ko'r bo'lib qoladi, soqov bo'lib qoladi. Demak, seni borlig'ing Allohning qo'lida. Demak, sen Allohga muhtojsan, faqirsan. Haqiqat shuki, sen Allohga muhtojsan. Har bitta holatingda muhtojsan, faqirsan, Alloh esa har narsaga qodir. Mana qarang. Bu voqea qissa ana shu Yevropada Alp tog'larining ustidan samolyot uchib ketar ekan, 10 ming metr balandlikda, 10 kilometr.
Birdan samolyot shu bir yonib ketdi-da, 2-3 ga bo'linib turib odamlar quladi. 150 ta 200 ta odam. Hammasi o'ldi. Faqat bitta odam tirik qoldi. Qanday qilib tirik qoldi? Ana shu samolyot bo'linganda, hali kreslasiga baylanganmi, remen bilan qatirib olganmi? Kreslasi uzilib ketdi-da, shu toqqa qarab tushib keldi. Holatini tasavvur qiling-da. Nimalar o'tadi ko'zini oldida? Bir 2 minut tushar, 3 minut tushar, tezlik bilan tushadi-da. 5-6 metr qalin yog'ib qo'ygan qor ustiga tushdi hali kreslasi bilan. Haligi qor zarbani o'ziga oldida boyaga kreslaga baylangan odam tirik qoldi. Kimning qo'lida ekan insonning hayoti? O'sha 200 ta odamdan bitta odam tirik qolishini Alloh xohladi, shu odam tirik qoldi. Ha boshqa bir odam, bu ham voqea qissa. Oyog'ini tagiga o'sha stulni qo'yib, lampochkani almashtirgani ko'tarildi. Lampochkani almashtirayotib turib, oyog'i toyilib ketdi. 1 metr balandli yerdan. Shunday yerga yiqilib boshi bilan tushdi, o'ldi. Bir odam 10 ming metrdan tushib tirik qolyapti. Bir odam 1 metrdan yiqilib nima bo'lyapti? Shuning uchun birodar, sen Allohga muhtojsan, sen faqirsan. Qanchalar buni tushunsang va qanchalar qalbingga mustahkam joylasang, Allohga intilayotganingni ko'rasan, rohatdaligini topasan o'zingni. Arzimagan sabab bilan Alloh senga katta narsani ato qilib qo'yishi mumkin. Arzimagan narsa bilan bor burdingdan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Allohga muhtojligini bilib tur. Mana mashina meni yuribmiz hammamiz. Yuzlagan, minglagan bolt gaykalar bor. Hammasi qatirlagan, mahkam turibdi, ishlayapti. Mana endi ana shu boltlar ichidan tasavvur qil, bitta karterni bolti. Motorda ostida yog'ni ushlab turadigan xaltasi, temir xaltasi shu karter deyiladi, paddon deyiladi. Shu yerda yog'ni to'kadigan teshigi bor. Shunga bitta bolt qatirib qo'yiladi. Minglagan boltlarning ichidan shu bitta bolt bo'shab ketdi, Allohning taqdiri, yog' oqib ketdi. Mashinani minib ketayotgan odam ichida 4 ta odam bilan ketyapti, 30-40 gradus sovuq bo'ladigan yurtda. Yog' tugadi, ozgina yurgandan keyin motor o'chdi. Nima bo'ladi mashinadagilar? Birodarlar, har mashinaga o'tirayotganimizda riskovat qilayotganimizni bilasizlarmi? Shunaqa uvereni o'tiramizda, как будто hamma yoq zo'r chikki bo'ladi. Samolyotda ko'tarilayotganlarda bir qo'rqasizlarmi? Menga o'xshabsizlar ham. Jonimizni 200 ta odam omonat topshirib o'sha temirga o'tirib oldik-a. Bitta sim uzilib ketsa nima bo'lishini bilasizmi? O'shuning uchun musulmon o'tiradi-da, bismillah, subhanallazi sahhara lana hada deb duo o'qishni boshlaydi. Qo'nganda ham alhamdulillahi robbil alamin deydi. Tushunyapsizmi birodar? Inson bolasi o'zini atrofini, hamma yo'g'ini bir xil kuzatib turishlikka qodirmi? Yo'q. Shuning uchun har bir lahzasida Allohga muhtojligini nima qilib tursin? Eslab tursin. Alloh shunday bo'lishini iroda qildi. Alloh o'ziga faqir bo'lishimizni xohladi va mana shu faqir bo'lishimiz bizni baxtli qiladi. O'zimizni ojizligimizni his qilishimiz, Allohga muhtoj ekanligimizni his qilishimiz, o'zimizni qo'limizda hech narsa yo'qligini bilishimiz bizni baxtli qiladi. Birinchi haqiqat. Sen faqirsan. Faqirning ma'nosi muhtojsan. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyyul hamid. Fotir surasi. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar, faqirsizlar. Allohning o'zigina barcha odamlardan behojat va barcha maqtovlarga loyiq bo'lgan zotdir. Inson degan zot bormi? Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham Allohga muhtoj faqir. Olim bo'lsa ham, omi bo'lsa ham Allohga muhtoj faqir. Katta, kichik, erkak, ayol, mutlaq hammasi Allohga muhtoj va faqir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyyul hamid. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilalloh vallohu huval g'aniyyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar. Alloh taoloning o'zigina behojatdir va maqtovga loyiq zotdir. Alloh azza va jalla mana oyatda insonlarning hammasini o'ziga muhtoj ekanligini aytayapti. Ey insonlar deyapti.
Bu yerda musulmoni ham, kofiri ham, ateisti ham hammasi kirib ketadi. Mana shu oyatning nassi bilan birodarlar, bandaki bor Allohga muhtoj. Mana shu muhtojligi, Allohga faqirligi bandani foydasi uchunmi, zarari uchunmi? Demak, inson zaif, inson muhtoj, inson Allohga faqir. Uni faqir bo'lishligi, Allohga muhtoj bo'lishligi, uni foydasimi, zararimi? Birodarlar, foydasi. Agar banda o'zini faqirligini, Allohga muhtojligini tan olsa, albatta baxtli bo'ladi. Bizni dunyoda saodat topishimizning asosiy sabablardan bittasi o'zimizni Allohga muhtoj ekanligimizni tan olishimizda, Allohga faqirligimizda. Ya'ni agar siz o'zingizni zaifligingizni tan olib, Allohga faqir ekanligingizni tan olsangiz, Robbingizga intilasiz. Robbingizga yaqin bo'lishga harakat qilasiz. Robbingizni rozi qilishga harakat qilasiz. Endi ibodat qilib, Allohni rozi qiladigan ishlarni qilib, Allohga yaqin bo'lar ekansiz, bu narsa sizni saodatli qiladi. Bandani dunyoda, oxiratda saodat topishi Allohga yaqin bo'lishligiga bog'liq. Endi yaqin bo'lishligiga biz aytayotgan faqirligi sabab bo'ladi. Inson Allohdan qancha uzoqlashsa, shuncha shaqovatga botib boradi. Shunchalar baxtsiz bo'ladi. Dalil. Alloh taolo Toha surasida marhamat qiladi. Astagfirullah. "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lur. Eslatma nima? Eslatma Qur'on, eslatma din, eslatma shariat. Inson Allohdan yuz o'girsa, o'zini olib qochsa, Allohdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, mana oyatda aytayapti, uni hayoti tang bo'ladi. Demak, biz o'zimizni Allohga faqir ekanligimizni, muhtoj ekanligimizni tan olsak, intilamiz Allohga yaqin bo'lishlikka. Allohga yaqin bo'lar ekanmiz, saodat topamiz. Endi inson o'zini Allohdan behojat bilsa-chi, meni muhtojligim yo'q Allohga, men behojatman desa-chi, Allohdan uzoqlashadi. Bu uzoqlashishi uni baxtsiz qiladi. Astagfirullah. Yuridullohu an yukhaffifa ankum va xuliqal insanu zoifa. Alloh sizlardan yukingizni yengillatishni istaydi. Zotan inson ojiz qilib yaratilgandir. Mana siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz bizni tabiatimizni qanaqaligini aytayapti. Sizlar ojizsizlar, sizlar nimasizlar? Zaifsizlar. Inson zaif, inson ojiz. Alloh taolo aytayapti-da, "Ey bandalar, men sizlarni zaif qilib yaratdim. Nima uchun? Menga iqbol qilishinglar uchun, menga e'tibor qilishinglar uchun, menga iltijo qilishinglar uchun, mendan madad so'rashinglar uchun." Agar Alloh taolo insonni zaif emas, quvvatli qilib yaratib qo'yganida, Allohga mana shu ojizligi, faqirligi bo'lmas edi. Allohga uni yaqin qiladigan sabab bo'lmas edi. Endi o'zini behojat bilgandan keyin ikki dunyoda baxtsiz bo'lar edi. Agar sizlarni behojat qilib, kuchli quvvat qilib yaratib qo'yganimda, sizlar mana shu kuch-quvvatinglarga ishonib turib, suyanib turib, mendan uzoq bo'lardinglar, shu bilan baxtsiz bo'lardinglar. Shuning uchun puliga ishongan, mansabiga ishongan odamlarni qarasangiz, albatta baxtsiz ular. O'sha puliga, mansabiga ishondi, Allohga ishonmadi, Allohga suyanmadi. Mana bizni zaif qilib Alloh yaratibdi. Bu bizni foydamiz. Buni tushunishimiz uchun bir misol keltiramiz. 50 ming dollarga bir stanok oldingiz. 50 ming dollarga katta stanok olib keldingiz, sexingizga o'rnatdingiz. Ana shu stanogingiz kuchli ishlangan, lekin bitta qismi, bitta joyi zaif qilingan, atayin. Nima deyiladi u joyi? U yerda nima turadi? Предохранитель turadi. 50 ming dollarga olgan stanogingiz kuyib qolmasligi uchun tokni kuchi ko'tarilib tushganda, o'ynaganda tokni kuchi ana shu предохранительga kuch keladida, shu yerda uzib qo'yadi. Shu предохранитель kuyib qoladi, shu bilan 50 ming dollar stanogingiz omon qoladi.
Qarang, o'sha stanovni yasagan aqlli odam shu 50 ming dollarlik stanovga kuymasin deb bitta joyini atayin zaif qilib qo'yapti. Va mana shu zaif bo'lgani shu stanok uchun yaxshi. Bizni mana shunday ojiz, zaif qilib qo'yganligi bu bizning foydamiz. Ana shu zaifligimizni, ojizligimizni tan olsak, Allohga muhtojligimizni bilamiz. Allohga muhtojligimizni bilib tan olsak, baxtli bo'lamiz. Ma'qulmi? O'ylang, masalan, umuman charchamasangiz. 24 soat 7 kun ishlasa charchamasangiz. Hech yetingiz og'rimasa, umuman muammoingiz bo'lmasa, Alloh deyishlikka sabab bo'lmaydi-da. Shuning uchun Allohni tanimagan, qo'lida puli bor yoki mansabi bor bo'lgan odamlar Alloh demaydi-da. Chunki Alloh deyishlikka unga povod bo'lmadi. Shuning uchun birodar, ishingiz yurishmayotgani sizga Allohni eslatyapti. Kasal bo'lganingiz Allohni eslatyapti. Boshingiz bir muammoga kirib qolganligi Alloh deyishingizga sabab bo'lyapti. Demak, mana shu narsalar sizning nimangiz ekan? Foydangiz ekanmi? Demak, birodarlar, birinchi fikr, qarshingda haqiqat turibdi. Uni tushungin, qabul qil. Ikkinchi fikr, sen Allohga faqirsan, muhtojsan. Qabul qilasanmi, qilmaysanmi, tan olasanmi, tan olmaysanmi, bu fakt. Uchinchisi, faqirlik, sening faqirliging, Allohga muhtojliging seni saodatli qilish uchun qilindi. Allohga faqirliging, muhtojliging seni saodating uchun, dining uchun, dunyo uchun va oxirating uchun kerak. Demak, kerak ekani zaiflik. Faqirlik, muhtojlik, uni ma'nosi. Har bitta odam faqir, muhtoj. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bizni odamlarni kallasidagi tasavvur faqirlik deganda faqatgina shu qo'li kalta, puli yo'q, tirikchiligi og'ir bo'lgan odam. Topishi oz, doim yetishmovchilikda zo'rg'a kun kechirayotgan odam. Bu odamlarning tasavvuri. Mana ko'rdinglar-ku, rostgo'ylik deganda odamlarning ko'pchiligi yolg'on gapirmaydigan odam deb tushunadi. Lekin mana darslarimizda aytdik, rostgo'ylikning ma'nosi juda keng ekan. Yoki hayo dedik mana. Hayo desa odamlar faqatgina shu yerga qarab turadigan, beti qizaradigan, odamlarga tikka gapira olmaydigan odam deb tushunadi. Bu eng past ko'rinishi hayoni. Hayoni ham ma'nosi juda ham keng ekan. Endi xuddi shunga o'xshagandek, birodarlar, faqirlikning ham ma'nosi katta. Odamlar o'ylayotgan faqat puli yo'q odam faqir emas. Hamma faqir Allohga. Nafs ulamolar aytayapti, sen har qancha katta boy bo'l, har qancha katta mansabdor bo'l, baribir Allohga faqirsan, muhtojsan. Masalan, Alloh taolo senga shunday bir kasalni berib qo'yadi, dardni. Dunyoni hamma pulini sarflasang ham uni nima qila olmaysan, ketkiza olmaysan. Bir olim aytadi, tabibning huzurida o'tirdim. Tabib unga qo'ng'iroq chalinib qoldi. Telefonni ko'tardi. Narigi tomondagi odamga tabib aytayapti. Natijalar keldi qo'limga, ko'rdim. Bolangiz kasali, bu o'sha kasalning oxirgi bosqichida ekan. Hech qanaqa umid yo'q. Narigi tomondagi odam, qayerga desiz olib boraman, nech pul desiz beraman, har qanaqa narsangizga roziman, muhayyo qilaman, yo'lini qiling. Tabib aytayapti, uzr birodar, bu yerda tabobat, meditsina ojiz, umid yo'q dedi. Endi buni eshitib turgan boyaga olim aytayaptiki, titrab ketdim deydi. Qo'lida shuncha katta dunyosi bo'lib turib, bitta bolasini tuzatib olishlikka imkon topmadi. Birodalar, shunaqa bir musibatlar bor. Agar Alloh shuni ustiga solib qo'yadigan bo'lsa bir bandani, hech kim yer yuzidagi hamma odamlar ham yig'ilib tuzatib qo'ya olmaydi. Mana Steve Jobs, ko'p aytdik. O'sha Apple kompaniyasining asoschisi 7 milliard dollar pulni topib, qoldirib ketaverdi. Oshqozon osti bezini raki sababidan ketaverdi. Saraton. 7 milliard dollar, birodarlar, o'ylab ko'ringlar. U butun больницani, u doktorini, hamma yo'g'ini sotib olishga kuchi yetadi. Ancha-muncha davlatni sotib olishga kuchi yetadi.
shuncha pulni topib, hech narsa qila olmasdan ketaverdi. Demak, birodarlar, pul hamma yo'lda hal qilib beradi degan tushuncha noto'g'ri ekan. Hamma muammoni Alloh hal qilib beradi. O'zi nima muammo kelayotgan bo'lsa, Allohdan uzoq bo'lganligimiz uchun keladi. Ko'p qaytaramiz, oyatni ko'p aytamiz. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish sababli keladi, deyapti Alloh. Siz Allohga muhtojligingizni, faqirligingizni tan oling, Allohga intiling, Allohga yaqin bo'ling, shu muammo bo'lmaydi. Shuning uchun inson yuksalishini xohlaydigan bo'lsa, ko'zi ochilishini xohlaydigan bo'lsa, haqiqatni topishni xohlaydigan bo'lsa, o'zini Allohga muhtojligini tan olsin. Pulim bilan hamma yo'lda hal qilib yuboraman, tanishlarim bilan har qanday mushkullarni hal qilib qo'yaman degan odam g'irt johil ekan. Bu odamning tasavvuri, tushunchalari noto'g'ri ekan. Muhtoj emasman, quvvatliman deyapsanmi? Ha, xo'p. Yeyotgan oshingdan bitta guruch o'tib ketib qoladi. Napas yo'liga. Kimga telefon qilib ulgaysan? Klapan ochildi, yopilmay qo'ydi. Klapan ochiladi, bilasiz, yutunganda oshqozonga, qizilo'ngachga ketadi ovqat. Yutunib bo'lganingizdan keyin klapan oshqozonda yo'lini yopadi, havo o'pkaga ketadi. Mana klapan deylik, o'pkani yo'lini to'sdi, oshqozonni ochdi. Keyin yopilmay qoldi. O'pkaga havo o'tmay qoladi. Kimga zivona qilib ulgaysiz? Qaysi pulingizni borib ushashga ulgaysiz? Aytingchi, bir dona gurucha agar yolg'iz bo'lsa ketdi hali odam. Biz mo'minlar, birodarlar, Allohga muhtojligimizni, Allohga faqirligimizni tan olamiz. Ana Steve Jobsni ko'ring, 7 milliard dollarni qo'yib ketaverdi. Yoki ana 20-asrning eng kuchli sportchisi degan unvonni olgan. Kim edi? Muhammad Ali. Men hammadan buyukman degan edi. Men eng buyukman degan edi. Nima bo'ldi? Haqiqiy kuch-qudrat egasi, birodarlar, Alloh taoloning o'zi. Sen bandasan. Ana shu zotga muhtojligingni, faqirligingni tan ol. Alloh xohlasa bir lahzada bir odamni gadoga aylantirib tashlaydi, millionerni. Alloh xohlasa milliarderni bir sekundda gadayga aylantirib tashlaydi, xohlasa ana shu gadoy odamni milliarderga aylantirib qo'yadi. Voqea qissa. Arab o'lkalaridan birida bir katta bir zavod fabrikalari bor, boy odam, katta boy odam g'arbda yashamoqchi bo'ldi. Bu voqea qissa. Hamma zavodlarini, fabrikalarini sotdi, hamma ko'chmas mulkini sotdi, pulni qo'liga yig'di. Rejani tuzdi, falon mamlakatga boradi g'arbga. Shu pulini tijoratga, ishlab chiqarishga tikadi. Shu yerda lekin nima qiladi? Mazza qilib yashaydi. Pulni olib bordi, bankka joyladi, o'tkazdi. Keyin o'sha yoqqa ko'chib borgandan keyin haligi raqamini ochib qarasa, bir tiyin ham puli yo'q. Qani pul desa, shu bankda va odamlari, bankda turganlar raqamini terayotgan paytda shot raqamini, shotini raqamlarini terayotganda bitta raqamga adashib ketgan. Hamma yo'g'i ketdi. Kim qildi bu ishni? U bankda ishchi atay qilgan emas, Alloh shunday qildirib qo'ydi. 6 noniga 7 ni bosib qo'ydi-da. Yoki 7 noniga 8 ni bosib qo'ydi, bo'ldi. Bo'ldi. Pul yo'q. Endi qayerga boradi? Men to'ra olimga yuqib qo'yganman. Zo'r qilib tekis qilib qo'yganman hamma yo'g'ini. Yana mancha-manchadan pulni ham nima qilib qo'yganman, tayyorlab qo'yganman vasiyat qilib. Meni bolalarim mendan keyin qanaqa yashaydi? Qayoqdan bilasan? Qayoqdan bilasan? Allohning irodasi hamma narsadan ustun. Pulini bankka qo'yishda bitta xatoga yo'l qo'ydi, tamom, hamma narsasidan mahrum bo'ldi. Agar Alloh xolasa, shuna qilib qo'yadi. Birdaniga boyib ketganini aytmaysizmi, domla, demaysizlarmi? Ha, Xizr alayhissalom, Musa alayhissalom qissasida ikkita yetim bolani tillasini Alloh saqlab berdimi? Ota-ona o'lib ketgan. Devorning tagida oltin bor. Ikkita yetim bola yashaydi shu uyda. Devor nurayapti.
ertaga ochilib qolsa himoya qila olmaydi. Lekin Alloh xoladi mana shu ikkita yetim bola shu xazinani o'ziniki qilib olishlarini. Shu ikkita yetim bolaga borishini xoladi. Nima qildi? Ikkita payg'ambar borib devorni uryapti. Va kana abuhuma soliha. Nimaga buni qildik deganida, bu ikkita bolani, yetimni ota-onasi solih odamlar edi deydi. Ana bola-chaqangizni kelajagini xohlaysizmi? Zo'r bo'lishini? Bola-chaqangizni o'ylaysizmi? Solih odam bo'ling. U yog'i kim qo'lida? Sizni bugun mansabga qo'yganlar ertaga olib ham qo'ya oladi. O'shuning uchun mansabda o'tirgan bo'lsangiz nima qilmang? Katta ketmang. Bu mansabni berganlar olib ham qo'ya oladi. Bu boylikni bergan Alloh olib ham qo'ya oladi. Bu zehnni, bu quvvatni, bu chiroyni bergan Alloh olib ham qo'ya oladi. O'shuning uchun nima qilib turing doim Allohga? Faqirligingizni tan olib eslatib turing. Boy bo'lsang ham faqirsan, olim bo'lsang ham faqirsan, omi bo'lsang ham, shoh bo'lsang ham, gado bo'lsang ham Allohga faqirsan. Ajibda, oshqozon ichak kasalliklari bo'yicha professor bo'lgan odam Allohning taqdiri ayni shu kasal bilan, oshqozon ichak kasali bilan ketadi. Agar faqat insonni o'zini qo'lida bo'lganida bu ishlar boshqa kasal bilan boshqa kasalga chalinardi, bu kasaldan ehtiyot bo'lish yo'lini bilar edi-yu. Shuning uchun qoida, agar inson o'zini Allohga faqir deb bilmasa, Alloh uni adabini berib qo'yadi. Hikmatda aytiladi: "Min ma'manihi yu'tal hadiru." Insonga, unga u o'zi xotirjam bo'lgan tomondan mushkula keladi. Pulim bor, men umuman qiylanmayman o'lgunimcha deb pul tomondan xotirjam bo'lib qoluvdi, ayni pul tomondan Alloh musibatni berdi. Raqamda bittaga adashdi, bo'ldi, pulidan mahrum bo'ldi. Yana Aksam ibn Soyfi Tamimdan rivoyat qilinadi: "La yanfa'u hadarun min qadarin." Ehtiyotkorlik qadardan foyda bermaydi. Ya'ni ehtiyotkor bo'lib, sabablarni qilib, ehtiyot choralarini qildingmi, taqdirni to'xtatmaydi bu sababi. Seni ishing bor yo'g'i sabab. Agar Alloh shunday bo'lish bir narsani xohlagan bo'lsa, seni qilgan sabablaring hech narsa bo'lmay qoladi. Taqdirni o'zgartirish esa Alloh taoloning qo'lida. Shuning uchun eng kuchli inson bo'lishni xohlasang, Allohga tavakkul qil. Eng boy odam bo'lishni xohlasang, o'zingni qo'lingdagi narsaga ishonganingdan ko'ra, naq narsaga ishonganingdan ko'ra, Allohni senga beradigan narsasiga ko'proq ishongin. Seyfdagi pulingga ishonma. Alloh beradi, Alloh qo'llaydi deb turib, Allohning huzuridagi narsaga ko'proq ishongin. Mana ko'rmaysizmi? Bankka pulini qo'yadi, bitta xatoga yo'q qo'ydi, hamma puli ketdi. Demak, birodarlar, Allohga faqirlik. Faqirlik manzilati. Rostgo'ylik deganda odamlar faqatgina yolg'on gapirmaydigan odamni tushunishadi, vaholanki rostgo'ylikning ma'nosi juda ham keng. Hayo deganda odamlar qisqagina, ozgina narsani tushunishadi, vaholanki hayoni ham ma'nosi juda keng. Xuddi shunga o'xshagandek, birodarlar, faqirlik deyilganda odamlar faqatgina rizqi tang bo'lgan, qo'lida dunyosi bo'lmagan odamni tushunishadi. Vaholanki faqirlik degani odamlar o'ylayotgandan ko'ra ma'nosi keng. Lekin bizi mavzuimizdagi faqirlikka bu narsalarning umuman aloqasi yo'q. Chunki biz aytayotgan faqirlik bu shunday faqirlikki, Allohga bo'lgan faqirlik. Hamma faqir. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ydi: Astagfirullah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar. İnsonlar deb Alloh mutlaq aytdi. Millat qanaqa? Qaysi zamonda yashagan? Olimmi, omimi, boymi, kambag'almi, erkakmi, ayolmi? Inson degan nomi bormi? Tamom. Bu Allohga muhtoj bo'ladi. Allohni yolg'iz o'zigina behojat va maqtovga loyiq bo'lgan zot. Demak, biz aytayotgan faqirlik odamlar o'ylayotgan faqirlik emas. Biz
qachon o'zimizni ojizligimizni va Allohga muhtoj ekanligimizni his qilamiz? Qachon? Ikkita holatda. O'zimizni kimligimizni tanisak va Allohning kimligini tanisak. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Ikki xil holatda o'zimizni Allohga muhtoj ekanligimizni bilamiz. Birinchi holat, o'zimizni kimligimizni taniganimizdan keyin, ikkinchisi Allohning qanday zot ekanligini bilganimizdan keyin. Allohni bilish, tanish. Birodarlar, Alloh taoloni tanishlik, ma'rifatning 3 ta yo'li bor. Birinchisi tafakkur qilish, ikkinchisi o'qish, uchinchisi nazar solish. Birinchisi tafakkur qilish. Koinotga qarang, tafakkur qiling. Mana shunday mukammal suratda yaratilgan tabiatni yaratuvchisi bo'lgan zot zaif bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Zaif bo'lsa buni qilib yarata olmas edi. Tafakkur qiladigan bo'lsak, bu koinot siz bilan bizga birodarlar Allohning ishlarini xabarini beradi. Allohning fe'llari siz bilan bizga o'zini Allohni tanitadi. Allohning ishini kuzating. Bir daniga boyni faqirga aylantirib qo'yapti. Bir daniga boyni faqirga aylantirib qo'yapti. Mana kechagi darsimizda aytdik. Bori burdini sotdi o'sha boy. Falon mamlakatga borib yashayman degan niyatni qildi. Biznes planni tuzdi, bankka pulni qo'ydi, o'sha mamlakatga borib turib, shu pulni chiqarib, tijoratini yurgizmoqchi edi. Lekin ana shu bankka qo'yishlikda, raqamlarni terishlikda bitta raqamga adashuvdi, bir lahzada gadoyga aylandi. Allohning ishlarini qarang. Bir lahzada boyni gadoyga aylantirib qo'yapti. Bir lahzada gadoyni boyga aylantirib qo'yapti. Bir lahzada aziz, hurmatli bo'lgan odamni bir zumda xor qilib qo'yapti. Va aksincha, xor bo'lib turgan bandani bir zumda aziz, mukarram qilib qo'yapti. Yusuf alayhissalom qissasi. Nima aloqasi bor bugungi mavzumizga? Yusuf alayhissalom akalari xorlab quduqqa tashlab ketishdi, o'lsin deb. Quduqqa tashlab ketishdi akalari. Uni yo'lovchilar quduqdan chiqarib olib, qul qilib sotib yuborishdi. Ana xor bo'ldi. Odamlar xor qilyapti. Vazir sotib oldi. Uyiga olib keldi. Balog'atga yetgandan keyin husni chiroyi ochilib, ko'zga ko'rinib qolgandan keyin shu vazirning ayoli zinoga taklif qildi. Yusuf alayhissalom o'zining iffatini saqladi. Vazirning ayoli xor qilib qamatdi. Qamoqda o'tirdi bir necha yil. Va Alloh taolo o'zi xohlaganida aziz qilishlikni vazirga aylantirib qo'ydi. Aytyapmiz, Alloh xolasa bir lahzada azizni xor qilib qo'yadi, xorni aziz qilib qo'yadi. Shuni bilsangiz, Allohning shunday qudrat egasi bo'lgan zot ekanligini bilsangiz, Allohga muhtojligingizni his qilasizda. Keyin bu qissani oxirida vaqt o'tib, Yusuf alayhissalom vazirlik martabasida, maqomida bo'lib, ko'chada o'zini ayonlari bilan ketib borar ekan, vazirning ayoli uni ko'rib nima dedi? Toat sababli qullarni podshohlikka ko'targan va ma'siyat sababli podshohlarni qullarga aylantirgan zot har qanday ayb va nuqsondan pokdir dedi. Avvalgi darslarimizda birodarlar aytib o'tdik. Inson yoshi bir joyga borganda, hayotiy tajribalar to'planganda, boshidan issiq sovuq o'tgandan keyin ancha mulla bo'lib qoladi. Endi yoshi bir joyga bordi, 80 ga kirdi, 70 ga kirdi, ko'p narsalarni tushunib yetdi. Tajribali bo'ldi. Ammo endi foydasi yo'q bu tajribalar, chunki ketadigan payt yaqinlashib qoldi. Endi shu tajribalarni ertaroq bilganda qana bo'lardi? Foyda olarmidi shu tajribadan, ilmdan? 80 ga kirgandan keyin aytadiki, ustozim to'g'ri aytgan ekan. Vaqt ko'rsatdi shu narsani. O'shanda domlami aytganini mahkam ushlamagan ekanman. Estikina umrim atteyin bekorga ketdi deydi. Domlalar aytayapti ustozlarimiz. Bu jamoatlar islom hovlisiga tikilgan kapalar degan edi Oloddin domlamiz. Mana shu guruhlar, oqimlar haqida so'raganimizda
islom hovlisiga tikilgan kapalar degan edi. Bu kapalarga kirishlik to'g'ri emas degan edi. Yoshi 70 ga borgan, hayotiy tajribasi katta bo'lgan, ulkan islomiy diniy ilmlar egasi bo'lgan ustozimiz shu gapni aytganda, kim shu tajribani olgan bo'lsa yutdi, kim quloq solmasdan o'zim bilaman, aqlliman degan bo'lsa yutkizdi. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Mana endi 80 ga kirgandan keyin boyagi tajribalarga ega bo'lgan odam ancha ilmli bo'ldi, ammo bu tajribani unga endi foydasi yo'q. Uylanib, ayolini tarbiyalaguncha, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynalib, adabini yeb qolgan odam aytgan ekan: "Mendan avval uylanganlardan ham xafaman, mendan keyin uylanadiganlardan ham xafaman." Uylandi, ayolini, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynaldi, adabini yedi, tajribali bo'lib qoldi. Endi shuna deyapti: "Ha, nimaga o'zingdan burungilardan xafasan? Shuncha qiyinchilik bor ekan, xotinni tarbiya qilish, oilani o'rniga keltirishlik. Mendan burungilar shu boshida o'tkazgan tajribasini menga o'rgatmagan ekan. Ulardan shuning uchun xafaman. O'zingdan keyin uylanadiganlardan nimaga xafasan desa, meni shuncha tajriba to'plaganimda bittasi kelib so'rab foydalanmayapti. O'shundan xafaman" deydi. Ukalar, so'raylar kelib. O'sha domlamiz hayotini 50 yilini da'vatda o'tkazib, to'plagan tajribasini berardi, shunday olardik, biz yutar edik. Ammo biz nima qilamiz? O'zimiz bilamiz. Albatta 70 yil, 80 yil yashash shart emas. Albatta boshingizni devorga urib, oyog'ingizni chuqurga tushirib qarishda hojat yo'q. Shu yo'lda bosib oxiriga chiqqan odamlar bor. Prosta quloq solib qo'yinglar. Shuning uchun birodarlar, biz agar Allohning kalomini o'rgansak, Payg'ambar alayhisolamning sunnatini o'rgansak, nimaga ega bo'lamiz? Haqiqatlarni ertaroq bilib olamiz. Endi qancha erta bilsak shu haqiqatlarni, undan foydalanishlik imkon bo'ladi. Demak, eng asosiysi birodarlar, haqiqatlarni munosib vaqtda anglab yetish kerak. Munosib vaqtda anglab yetishlik kerak. Mana Firavun ana robbukumul a'la degan edi. Men sizlarni eng katta robbiylar degan edi. Mendan boshqa iloh yo'q sizlar uchun degan edi. Banu Isroilni chaqaloqlarini so'yib o'g'il bolalarni, qiz bolalarni tirik qo'ygan edi. Keyin Alloh uni halok qilib cho'ktirdi. Cho'kayotganda nima dedi? Banu Isroil iymon keltirgan zotga men ham iymon keltirdim, men ham musulmonlardanman dedi. Mana tushundi haqiqatni. Mana ilmli bo'ldi. Haqiqatni angladi. Kalima keltirdi. Faqat qachon? Qachon cho'kayotibmi? Boshqa chorasi qolmagandami? Yer yuzining eng katta kofiri iymonga keldi, faqat qachon va qaysi holatda? Unga iymon foyda bermaydigan paytda. Alloh qabul qildimi? Alloh uni nochorlikda aytgan kalimasini qabul qildimi? Yo'q. Astagfirullah. Al-an va qad asayta qablu va kunta minal mufsidin. Endimi? Alloh aytayapti. Endimi? Axir sen ilgari shu paytgacha itoatsizlik qilgan va buzg'unchi kimsalardan bo'lgan eding-ku. Imtihonga kirdi talaba, bilet tushdi qo'liga, oldi o'qidi, javobni bilmadi. Imtihondan o'ta olmadi, qabul bo'lmadi. Endi chiqdi tashqariga, o'sha savolni javobi qaysi kitoblarga borib topib o'qidi. Endi boyagi savolga javobni biladi. Endi bu bilimini foydasi bormi? Yo'q, vaqt o'tdi. Shuning uchun yoshligida, kuch-quvvati o'ziga yetarli bo'lib turganda, hayotini avvalida iymon foyda keltiradigan paytda inson kitobi sunnatni mahkam ushlaydi. Yoki qarib, munkunlab, qo'lidan hech narsa kelmay, hech narsa yaramay qolgandan keyin, bir oyog'i go'rga osilib qolgandan keyin nima qiladi? Afsus, nadomat chekadi. Buni foydasi yo'q. Yana bir karra haqiqatlarni tanib ol, oq qorani ajratib ol,
aqling, zehningda xato xurofotlarni chiqarib tashla, johillikdan qutulgin. Johillik nima edi? Noto'g'ri ma'lumotlar, noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri tushuncha tasavvurlar, johillik, noto'g'ri falsafalar edi. Bir odamning qo'lida 5 ta diplomi bo'lishi mumkin. 5 ta universitetni bitirgan. Lekin mana shu 5 ta diplomi Allohni tanishlikka uni olib bormagan bo'lsa, qiyomatda borligini tushunishlikka, payg'ambarda haq ekanligini tanishga olib bormagan bo'lsa, bu odam shariatimizda johil deyiladi. Birinchi fikr. Haqiqatlarni tanib ol, xurofotlarni, gumon shaklarini chiqarib tashla kallingdan, dalilsiz narsaga erishma. Qarangda, i'rifil haqqo ta'rif ahlahu deyiladi. Haqni tanib ol, keyin kim haq egasi ekanligini bilasan. Haqni tanigin, keyin haq ahllarini taniysan. Siz falonchini haq deyapsiz-da, shaxsiyatiga qarab turib. Unga qarshi bo'lganda nohaq deyapsiz. Avval siz haqni ajratib oladigan ilmingiz bormi? Yo'q. Yo'q. O'shuning uchun biladigan odamlardan nima qiling? So'rab aniqlang. Avval haqni tanib ol, yana kimni haqda turganligini tushunasan. Ikkinchi fikr. Musulmon kishi hayotga real qaraydi. Boricha qaraydi. Boricha qabul qiladi, boricha ko'radi. Xom xayollarga, orzularga aldanib qolmaydi. Ammo musulmon bo'lmaganlar ayni shunaqa bo'lishadi. O'zlari to'qib olgan xurofotlarga ergashadi. Orzu xayollarga berilib ketishadi. Nima emish? Inson hech kimga muhtoj emasmish. Ular e'tiqodida. Inson mutlaq erkinmish. Inson uni taqdiri o'zini qo'lida emish. Inson o'zini baxtini o'zi yaratarmish. Men nimaga erishgan bo'lsam deydi Xudo tanib etgan. Mana shu mehnatim bilan, qo'llarim bilan erishdim deydi. Alloh yo'q ularning hisob kitobida. Inson tamomiy xur emish. Taqdiri o'zini qo'lida emish. Yo'q birodar, inson qul. Inson qul. Inson faqat savob, gunoh ishni qilishda xur, ixtiyorida. Mana bu ishni qilamanmi, mana bu ishni qilamanmi? Shuni ixtiyor qilishlikda xur. Mana shu imtihon. Lekin natijasi baribir uni qo'lida emas. Bilasizmi inson nimalarga qul? Issiq, sovuq, ob-havo insonning ixtiyoridami? Yo'q. Demak, inson issiq sovuqning quli. Shart-sharoit uni qo'lidami hammasi? Yo'q. Shart-sharoitning quli. Yo hozircha oshna bora olmayman. Nimaga? Hozir yo'lda to'sib qo'yibdi. Yo bo'lmasam pervolga qor yog'ib qo'yibdi. Ha, ana, hozir karantin biriga chiqarmayapti. Shart-sharoitning quli ekanmi yo xur ekanmi? Boylik, kambag'allik uni ixtiyoridami? Ha, yo'q. Demak, buni ham quli. Sog' kasal bo'lishchi? Uni ixtiyoridami? Yo'q. Inson xur emas. Allohni tanimagan odam insonni mutlaq xur. Taqdiri o'zini qo'lida, baxtini o'zi yaratadi. Bekaladi 5 tasini aytibsan. Kerak bo'lsa, bitta tuprigini yuta olmaysan. Qaysi hunarda tanlashda xur ixtiyorida, qaysi ishni qilishlikda xur ixtiyorida. Shunda ham bu ishlarning natijasi uni qo'lida emas. Hamma ko'chirgan ko'chatimiz ham tutib ketavermaydi-yu. O'sha qiylanib yotlagan Qur'onimiz vaqtida kelmay ham qoladi-yu kallaga. To'g'rimi? Oshimiz doim bir xil damlanadimi? Yo'q, tushuninglar, inson qul. Inson qul, hurmas. Musulmon odam hayotga uni boricha qarab ko'radi. Allohga muhtoj deb biladi o'zini. Allohga faqir deb biladi. Mana shu hayotga real qarash bo'ladi. Alloh saqlasin. Masalan, shunaqa bir bemorlar bor, aqli zaif. Ustida kiyim turishini xohlamas ekan, yetib tashar ekan, yalang'och turishni xohlar ekan. Jasadini qarasangiz, tekis, oyoq qo'li, figurasi hamma o'g'onida, lekin Alloh aqlini olib qo'ygan. Uni aqlini ishlab turishiga kim qo'lida ekan? Shunaqa espas odamlar bor, nima ekaniga qaramaydi. Yuragi uryapti, ko'zi ko'ryapti, hamma yo'q o'rnida, ammo aqli chatoq.
Shuning uchun siz bilan biz aniq bilib olaylik. Ey banda, sen Allohga faqirsan, muhtojsan. Aqlingni ishlab turishida, a'zolaringni ishlab turishida Allohga muhtojsan. Payg'ambarimizning duosi bor. Wala takilna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min zalik ya arhamar rohimin. Duoni qarang. Muhammad alayhisolamning duosini qarang. Parvardigor, ey rahimlilarning rahimlirog'i bo'lgan zot, bizlarni ko'z ochib yumguncha yoki undan ham qisqaroq vaqtga o'zimizni holimizga tashab qo'ymagin. 1 sekundda 3 yo 4 marta ochib yopasiz ko'zingizni, bilasizmi? 1 sekundda 4 dan 1-cha muddat. Shunaqa qisqa muddatga ham bizni tashab qo'yma. Biz senga shunaqa muhtojmiz. Chunki aytyapmiz-ku, bitta guruchni yutayotganingizda klapani ushlab qoladi, bo'ldi, ketdingiz. Ibn Umar roziyallohu anhudan u kishi aytadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kamdan kam hollarda biror majlisdan sahobalariga mana bu duoni o'qimasdan turmasdilar. Qanaqa duo? Allohumma qsim lana min khashyatika ma yahulu baynana va bayna ma'asik. Parvardigor, bizni senga ma'siyat qilishdan to'sadigan qo'rquv, bizni jannatingga yetkazadigan toatni, bizga dunyo musibatlarini yengil qiladigan qattiq ishonchni nasib qilgin. To tirik ekanmiz, bizni quloqlarimiz, qo'llarimiz va quvvatimiz bilan huzurlantirgin va buni bizdan keyingilarga ham meros qolguvchi qilgin. Bizning o'chimizni bizga zulm qilganlarga xoslagin. Bizga dushmanlarimiz ustidan nusrat bergin. Musibatimizni dinimizda qilmagin. Dunyoni bosh qayg'uyimiz, ilmimizning yetgan joyi qilmagin. Ustimizdan bizga rahim qilmaydiganni sulton qilmagin. Agar bir odamni ulug' inson deyilsa, uning ulug'ligi albatta aqliga bog'liq. Jismonan sog'lom bo'lishiga bog'liq. O'sha ulug' deyilayotgan palonchi odamni Alloh aqlini shunday o'chirib qo'ysin, hech kimga kerak emas. Tamom bunaqa ulug' inson. Siz bilan bizni jasadimizda mana bu quloqimiz ichida bir suyuqlik bor. Bu o'sha muvozanat, balans asbobi deyiladi. O'sha suyuqlik o'rnida turar ekan, tikka yuramiz, g'oz yuramiz. Agar ana shu suyuqlikning ishi bajarilmay qoladigan bo'lsa, oyoqlarimiz razmeri tikka to'g'ri yurishimiz uchun 42-44 emas, 80-90 bo'lib ketishlik kerak. Yarim metrdan bo'lish kerak oyog'imiz razmeri, uzunligi. Agar shu asbob quloqimiz ichidagi shu balans asbobi ishdan chiqsa, velosipedda mena olmaymiz. Ko'zingizni issiq sovuqni ko'rib bilmasligi bu ne'mat emasmi? Allohga muhtoj emasmisiz? Doktorlardan so'ranglar. İnsonda jasadi turgan bitgani mo'jizaligini aytib beradi. Sahrni diabet. Sahr bizning tilda. Nima u? Adasdan to'lab qo'yasizlar doktorlar. Oshqozon osti bezi insulin degan moddani ishlab chiqaradi. Ana shu insulin 37 gradusda tanadagi shakarni eritadi. Agar ana shu modda kamayib ketsa, insulin olishga to'g'ri keladi. Sahr bo'lganlar bilasiz, bir joyni kesib olsa, tikkalanish qiyin, organizm ancha bo'lib ketadi, yudab ketadi. Biz Allohga muhtojmiz, birodarlar, har bitta holatimizda. Sizga yoqadimi bu, yoqmaydimi, rozimisiz, norozimisiz, tan olasizmi, yo'qmi, siz Allohga muhtojsiz. Behojat zot kim? Hech kimga va hech narsaga muhtoj bo'lmaydigan Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Birinchi fikr. Sen birodar haqiqatlar, qonunlar, faktlar bilan muomala qilasan. Ikkinchi fikr. Sen faqirsan, muhtojsan. Kimga? Allohga. Buni tan ol. Uchinchi fikr. Seni mana shunday muhtoj qilib yaratilganligingda hikmat bor. Sen o'zingni Allohga faqir, muhtoj ekanligini tan olsang, Allohga intilasan, Allohga iltijo qilasan, Allohga iqbol qilasan, Allohga yaqinlashasan. Mana shu zaifliging sababli va shu bilan baxtli bo'lasan. Demak, seni Allohga faqir bo'lishing, zaif bo'lishing seni baxtli qiladi. To'rtinchi fikr. Agar sen o'zingni Allohga muhtoj deb bilsang, o'zingni Allohga faqirman deb bilsang, sen boy badavlatsan. Agar o'zingni kuch-quvvatingni
Alloh bilan deb bilsang, sen quvvatlisan. Sen o'zingni Allohga faqir deb bilsang, o'zingni boyligingni Alloh bilan deb bilsang, sen boysan. Mana shu asosiy xulosa. Ahmad cho'ntagida 1 so'm puli yo'q. Yonidagi o'rtog'ini cho'ntagida 3000 so'm pul turibdi. Qaysinisi boy shu holatda? Kimisi boy shu holatda? 3000 so'm puli bor o'rtog'i. Xo'p, yaxshi. Demak, Ahmad kambag'al, 3000 so'm puli bor o'rtog'i boy. Ammo Ahmadni otasi juda ham katta boy. So'rasa 100 mingdan ham berib qo'yadi. Hozir Ahmadning cho'ntagida 1 tiyin puli yo'q, o'rtog'ining 3000 so'm puli bor. Endi kim boy? Endi kim boy? Ahmad otasiga muhtojda, Ahmad otasiga faqirda, otasi Ahmadni o'ziga muhtoj ekanligini biladi va yaxshi ko'radi shu bolasini. Endi kim boy? Demak, eng muhimi kimga suyanishni va kimga ishonishni bilish kerak. Qalblarimizni xolis Allohga topshirib, Parvardigor, Allohumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a deylik. Parvardigor, bizga haqni haq qilib ko'rsatgin va unga ergashishni nasib qilgin. Botilni botil ekanligini ko'rsatgin va undan chetlatishni nasib qilgin deylik. Chunki haqni topishimiz ham bizning qo'limizda emas. Agar Alloh taolo bir bandani faqir qilib qo'ygan bo'lsa yoki qo'liga bir dunyo matohidan bermagan bo'lsa, bu shu bandani Alloh xor qilib qo'yibdi degani emas. Kambag'allik, rizqni tangligi, qo'lni kaltaligi birodarlar, bu Alloh uni xor qilganligining belgisi emas. Alloh taolo kimgadir ato qilgan dunyo matohidan, kimgadir bermagan. Astagfirullah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Bas endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, unga karam qilib, ne'mat ato qilsa, Parvardigorim meni aziz qildi der. Juda ko'p odamlarda tasavvurida shunaqa. Qo'lida dunyosi kattami? Demak, bu Alloh buni erkalatib qo'yibdi, Alloh buni yaxshi ko'ribdi. Endi kimdir qo'lida bu dunyo bo'lmasa, kambag'al bo'lsa, demak Alloh buni siylamabdi. Alloh buni xor qilibdi. Allohni tanimagan iymonsiz johillarning tasavvuri ayni shunday. Oyatni qarang. Endi qachon Parvardigori uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, Parvardigorim meni xor qildi de. Alloh taolo kalla deyapti. Yo'q, unaqa emas. Berganim mukofot, bermaganim jazo emas. Boy qilib qo'yganim, ikrom ko'rsatganim, kambag'al qilib qo'yganim jazolaganim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Alloh taolo bergani, boy qilgani bu sinov. Bermagani shifo. Nimadan shifo? Gunohdan. Puli ko'p bo'lmagan odam gunoh qilgani imkoniyati kaltaroq bo'ladi boy odamdan ko'ra. Endi Alloh bir bandaga shu dunyo matohini katta qilib beribdi, boy qilibdi. Alloh senga ato qilgan bir narsani Allohning toatiga sarflayotgan bo'lsang, u ne'mat deyiladi. Alloh bergan narsani toatga sarf qilmasang, u ne'mat deyilmaydi. Tushunarliga? Boy qilib qo'ydi, boyligingiz Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflanayotgan bo'lsa, bu ne'mat deyiladi. Boy qilib qo'ydi. Endi bu boyligingiz Alloh norozi bo'ladigan joyga sarflanayotgan bo'lsa, bu ne'mat deyilmaydi, balki jazo deyiladi. Birodarlar, bizning e'tiqodimizda boylik, mol va davlat sinov deyiladi. Qaytarib aytamiz. Allohning yo'lida, Allohning rozi bo'ladigan ishlarida boyligini sarflasang, bu ne'mat, mukofot. Boyligini Alloh norozi bo'ladigan gunoh, ma'siyatga sarflasang, bu jazo bo'ladi. Xotin mukofotmi, jazomi? Xotin mukofotmi, jazomi? Agar xotinni Allohning toatiga boshlasangiz, u mukofot. Agar o'zini holiga tashab qo'ysangiz, jazo. To'g'rimi? To'g'rimi?
Agar siz Allohni tanitib, Allohdan qo'rqishlikka o'rgatsangiz, o'zingiz diyonatingizda mahkam tursangiz, shuni sizni hayotingizda ko'rsa, xotin ham ergashib Allohdan qo'rqar edi. Shuning uchun qo'liga katta boylik berilgan insonni ko'rgan paytda buni hayoti zo'r demang. Qarang, u boyligi nimaga sarflanyapti? Qayerdan topyapti va qayerga sarflayapti? Alloh halol degan joydan topib, halol degan joyga sarflayotgan bo'lsa yaxshi. Aks holda bu harob buni holi. Farzand mukofotmi, jazomi? Xuddi shu qoida. Agar Allohni tanitgan bo'lsangiz, Allohning toatida turgan bo'lsa, farzand mukofot. Aks holda nima? Jazo. Mana shu asosiy qoida. Dunyoning hamma yaxshiliklari, boylik, sog'lik, quvvat, farzand, ayol, bularning hammasi Qur'onning o'lchoviga ko'ra, Allohning shariatiga ko'ra sinov, imtihondir. Bergani aziz qilgani emas, man qilgani xor qilgani emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Alloh seni bir narsa bilan sinab balolabdimi? Xorlandim dema. Menga bermadi, palonchiga berdi dema. Alloh onani yaxshi ko'rdi, meni yomon ko'rdi dema. Alloh seni sinovga soldimi? Nimanidir bermadimi? Demak, seni yaxshi ko'ribdi. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasini sinovga soladi. Agar yana ham yaxshiroq ko'rsa, shu sinovga sabrli qiladi, kuniga qanoatli qiladi. Boylik va faqirlik haqida nima deyilgan? Al-faqru wal ghina ibtila'u minallohi li'abdihi. Boylik va kambag'allik Alloh tomonidan bo'lgan bir sinov. Xo'p, boylik, kambag'allik sinov ekan. Endi Alloh taoloning ikromi nima unda? Alloh taolo bir bandani erkalatib qo'yishi qanaqa bo'ladi? Berganini mukofot emas deyapti Alloh. Bermay qo'yganini jazo emas deyapti Alloh. Sizga yoqadigan narsani berishi azizlik-ku, siz xohlagan narsani bermaslik bu xorlik belgisi emas. Endi Alloh ikrom qilgan bandasi qanaqa bo'ladi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi qanaqa bo'ladi? Alloh erkalatib qo'ygan bandasi qanaqa bo'ladi? Mana, eshitinglar. Allohning nazdida ikrom nima? Allohning nazdida azizlik nima? Astagfiru billah. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Bu oyat Yusuf alayhisalom haqida. Qachoniki Yusuf voyaga yetgach, unga hikmat va bilim berdik. Biz chiroyli amal qilguvchi zotlarni mana shunday mukofotlaymiz. Ana Yusufni erkalatdik deyapti Alloh. Yusufga ikrom ko'rsatdik. Yusufni aziz qildik deyapti. Nima bilan? Hikmat berdi, bilim berdi. Agar Alloh taolo sizga iymonni berib, taqvoni berib, ilm va hikmatni bergan bo'lsa, xursand bo'ling. Allohning nazdida bandaga ko'rsatiladigan ikrom shunaqa bo'ladi. Bizda endi qanaqa endi? Xudoga yoqqan joyi bor, shuning uchun nimasini katta uzgan? Nimasini katta uzgan? Zuvolasini katta uzgan. Mashada tushuncha. Boymi? Demak Allohga yoqqan. Kambag'almi? Demak Allohga yoqmagan. Birodarlar, boylik. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga ham, yomon ko'rgan bandasiga ham beraveradi. Ammo iymonni, taqvoni, ilm va hikmatni faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Usmon ibn Affon juda katta boy odam bo'lgan. Abu Lahab ham boy bo'lgan. Abdurrahmon ibn Avf juda katta badavlat odam bo'lgan. Abu Jahl ham kambag'al bo'lmagan. Umayyad ibn Xalaf ham mana kofir. Biz o'zaro munosabatlarimizda mana shu o'lchov bilan muomala qilishni boshlaymiz, keyin hayotimiz o'rniga tushadi. Ya biz tushuninglar, biz boyni yomon, kambag'alni yaxshi demayapmiz, mo kommunistlarga o'xshab. Boyni yomon, kambag'alni yaxshi demayapmiz. Biz aytyapmiz, bergani ham, bermagani ham sinov deyapmiz. Chiqarib tashlaylik kallamizdan. Buni puli ko'pmi demay mendan aziz. O'zi ham shunaqada, boy tursa indamay turib olasiz, gapira olmaysiz sargina oldida. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz aytganlar, bir odam boyni oldida
faqat uni boy bo'lganligi uchun qulluq qilib turgan bo'lsa, dinini 3dan 2si ketdi, 3dan 1 qoldi. Faqat boy bo'lgani uchun qulluq qilib turasiz. Endi agar bu boy iymonli bo'lib, halol topib, yaxshi joyga pulni sarflab, musulmonlarga foydasi tegayotgan bo'lsa, shu yaxshi amal uchun hurmat qilamiz. Endi bunaqa amal yo'q, prosta boy. Shuning uchun qulluq qilayotgan bo'lsangiz, diningizni 3dan 2si ketdi. Tushunarlimi? Endi Allohning nazdida eng hurmatli odam kim? Astagfirullah. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning oralaringizda Allohga mahbubroq bo'lganingiz, hurmatliroq bo'lganingiz taqvodorrogingiz. Mana Qur'onning o'lchovi. Kim Allohdan ko'proq qo'rqayotgan bo'lsa, ko'proq amal qilayotgan bo'lsa, shu odam Allohga boshqalardan ko'ra mahbubroq. Mana shu o'lchov tushunchalarni birodarlar tuzatishimiz kerak. Bu qachongacha g'arbdan, sharqdan kelayotgan fikrlar bilan yashaymiz. Bu boymi Alloh siylabdi, kambag'almi Alloh yomon ko'ribdi degan bu fikrlardan voz kechishligimiz kerak, lozim va lobud bo'ladi. Chunki dinimiz mana siz bilan bizga boylik bilan kambag'allikning nima ekanligini bayon qilib beryapti. Allohning nazdida eng hurmatli bandani ko'rmoqchimisan? Allohning nazdida kim hurmatli ekanini bilmoqchimisan? Unda qara. Mustaqim bo'lgan, dinida mustahkam turgan odam mana shu banda Alloh uchun eng suyukli banda. Allohning valisi, Allohning do'sti, Allohga yaqin bo'lgan banda. U qanaqa bo'ladi? Bu havoda uchib yurgan odammi? Yoki suv ustida yurgan odammi? Yo'q. Allohning valisi Allohning buyruqlarini qoldirmay bajaradi. Man qilgan narsaga yaqin kelmaydi. Mana shu odam Allohning valisi deyiladi. Darsimizning mavzusi faqirlik manzilati. Allohga muhtojlik manzilati. Bir yaxshi ishga qudrati yetib, shunga muvaffaq bo'lib qilib qo'ysa, Allohni tanimagan odam men qildim deydi. Men faloncha pulni sarflab qo'ydim, anovi ishni men hal qilib qo'ydim. Allohni tanigan odam nima deydi? Allohning fazli bo'ldi. Mana shu mushkullarni hal bo'lishini Alloh xohlagan ekan, meni shunga nima qildi? Sabab qildi. Men demaydi musulmon odam. G'asson arablaridan bo'lgan mana Jabala. G'asson bu nasroniy arablar bo'lgan payg'ambarimiz davrida, juda katta qabila bo'lgan, Rum imperiyasini ittifoqchilaridan bo'lgan. Mana endi Umar ibn Xattob davrida bu G'asson iymonga kelgan, iymonga kelib bo'lishdi. Ana shu G'assonning amirlaridan bo'lgan Jabala ismli kishi Makka ga haj qilgani keldi. Haj qilib ketar ekan, islom deganga qabul qilgan, lekin hali ham johiliy tushunchalar bilan yashayapti. Tavof qilayotgan paytda bir sahroyi yigit, kambag'al yigit etagini bosib oladi beqasd. Haligi ridosi yelkasidan tushib ketadi. Shunday qarasa bitta oddiy odam bir urib bunini pachaqlab tashladi. Haligi yigit nima qiladi? Javob bera olmaydi. Xalifaning oldiga bordi, Umar ibn Xattob. Mana bunday ish bo'ldi, burnimni pachaqladi. Uni chaqirtirdi xalifa. Keldi. Ha, beadablik qiluvdi. Nima qildim? Adabini berdim dedi. Haqqimni oldim dedi. Amir al-Mu'minin nima dedi? Qarang, musulmonman deyapti. Makka ga kelib haj qilyapti. Lekin baribir tushuncha eskicha, johiliy. Modomiki tirnoqlaringda uni qoni turar ekan, uni rozi qilasan dedi. Jabal aytdiki, "Ey Amir al-Mu'minin" dedi. "Qanday qilib?" dedi. "Men arshi toj bo'lsam, u ko'chadagi odam bo'lsa, qanday qilib yulduzni yerga sajda qilishiga rozi bo'lasiz?" dedi. Amir al-Mu'minin nima dedi? "Oho, bu johiliyatning injiqligi-yu kibr shamolimi?" dedi. "Ha, biz bu narsani ko'mib tashlaganmiz. Ustiga yangi imorat qurganmiz. Bunda qullar va hurlar barobar" dedi. Jabala ko'nmadi bunga. "Men sizni oldingizga kelib iymon keltirsam, sizni oldingizda aziz mukarram bo'laman deb o'ylagan edim. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, meni shunga tenglab qo'yadigan bo'lsangiz, men diningizga murtadman" dedi. "Diningizdan chiqib ketaman" dedi.
Xalifa aytdi, unday bo'lsa bo'yniga qilich uriladi dedi. Tushunarlimi? Bergani, mukofotlagani, bermay qo'ygani jazolagani emas. Kambag'allar, puli yo'qlar, u ham odam, siz ham odam. Sizni holatingiz qiyomatda unikidan ko'ra yengilroq bo'ladi. Chunki pulingiz yo'q, imtihoningiz oson bo'ladi. Kambag'al faqat qiyomat kuni xursand bo'ladi kambag'al bo'lganiga. Boy faqat qiyomat kuni pushaymon yeydi, qo'lida katta dunyo bo'lganiga. Agar solih amallarga sarflamagan bo'lsa. Agar birov o'zini mana shunga katta tutsa, boshqalardan bir baland tutadigan bo'lsa, kekkaysa, kibr qilsa, atrofdagilarga u aziz bo'lib, quvvatli bo'lib ko'rinadi. Musulmon unaqa bo'lmaydi. Musulmon odam doim o'zini Allohga muhtoj deb biladi. O'zini Allohga zor, faqir ekanligini tan olib turadi. Musulmon odam kamtar bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik. Allohga muhtoj bo'lgan, Allohga faqir bo'lgan banda kamtar bo'ladi. Kibr musulmon odamga yarashmaydi. Yana aytiladi, Alloh taolaga faqirlik uning avvali bor, oxiri bor. Allohga bo'lgan muhtojlik uning zohiri bor, botini bor. Uning avvali Alloh uchun hokisorlik, oxiri esa Alloh bilan aziz bo'lishlik. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot. Allohning eng suyukli bandasi. Makka mukarramani fath qildilar 8-hijriy yilda. 13 yil Makkada mushriklar aziyat berdi payg'ambarimizga. 8 yil ular bilan jangu jadallarda payg'ambarimiz ko'p kurashdilar. 21 yil deganda Makka mukarramani fath qilib, g'olib qo'mondon bo'lib tuyasini ustida kelyaptilar Makkaga. Mana endi 21 yillik mehnat mashaqqatdan keyin bu Makkani fath qilgan qo'mondon mana shunday to'shini ko'tarib, gavdasini ko'tarib kirmadilar. Shuncha mehnat qildik, shuncha jangi jadal qildik. Mana endi biz g'olib bo'ldik deb kekkayib kirmadi, balki nima qildilar? Shunday engishib keldilarki, tuyasida o'tirib, soqoli yoki sallasi deyiladi, tuyasining o'rkachiga tegib turardi deydilar. Vaholanki Muhammad alayhissalom erishgan sharafga yer yuzida hech kim erishgan emas. Shunday bo'lsa ham o'zini Allohga hokisor tutdi, o'zini faqir bildi. Shuning uchun agar siz o'zingizni Allohga hokisor tutsangiz, odamlarning ko'zida darvishga o'xshab ko'rinasiz, to'g'ri? Agar Allohga o'zingizni muhtoj deb bilsangiz, o'zingizni faqir deb bilsangiz, u uchun kamtar bo'lsangiz, avvalingiz odamlarning ko'ziga xor bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin oxiri azizlik bo'ladi. Sha'ning ulug' bo'ladi, birodar. Odamlarga muhabbatli bo'lasan, haybatli bo'lasan. Kimdir qo'lida millionlari bo'ladi, ammo doim faqir. Nima uchun faqir u? Millioni bor u. Sababi bor. Sababi nima edi? Kambag'al bo'lib qolishlik xavotiri bor. O'shuning uchun kambag'al u. Eslang, 10 ming dollar bo'lsa yetadi degansiz. 10 ming dollar bo'ldi. Yetdimi? Yo'q, yana 10 ming yetmadi. Endi 20 ming bo'ldi pulingiz. Endi 50 ming yetmadi. Ha? Tanish manzarami? Eshitganmizmi shu gapni gapirganlardan? Qo'lida millionlagan puli bor odam agar Allohga faqir, Allohga muhtojligini tan olmasa, doim faqir bo'ladi. Nima uchun? O'shuncha yetmay turaveradi-da. Bunaqa odamlar kambag'al bo'lib qolmay degan g'am sababli kambag'al bo'ladi. Bunaqa odamlar kasal bo'lib qolmay deb qo'rqqanidan, xavotir olganidan kasal bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Anta min xawfil faqri fi faqrin." Sen kambag'al bo'lib qolish qo'rquvi sababli kambag'alsan. Kambag'al bo'lib qolishning qo'rquvi bormi senda? Demak, sen kambag'al bo'laverasan. Demak, birodarlar, Allohga faqirlik, Allohga muhtojlik avvali bor, oxiri bor. Albatta buni oxiri azizlik bo'ladi. Sen agar Allohga o'zingni muhtoj deb bilsang, nima bo'ladi? Boshqa hamma narsadan behojat bo'lasan. Odamlarning eng boyiga aylanasan. Haqiqiy boy kim? Allohga haqiqiy muhtoj bo'lgan odam. Allohga haqiqiy muhtoj bo'lgan odam haqiqiy boy odam. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib aytadi: boylik va faqirlik
deb ozgina sukut qildi. Boylik va faqirlik ba'dal ardi alalloh dedi. Allohga ro'baro bo'lingandan keyin ma'lum bo'ladi. Qiyomat kuniga Alloh taoloning oldiga borganimizda hisob kitob bo'lgandan keyin ko'ramiz kim haqiqiy boy bo'lgan, kim haqiqiy kambag'al bo'lgan. Birodarlar, bu dunyoning hayoti vaqtinchalik. Boyni boyligi ham bir necha yil xolos. Kambag'alni kambag'alligi ham bir necha yil xolos. Chunki unisi ham bunisi ham nima bo'ladi? O'ladi. Qiyomat kunida Alloh taologa ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi kimi boyligi, kimi kambag'al ekanligi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.